Salom hammaga. Bu yerda kurklarni tashqariga olib chiqdim. Kunimiz yaxshilik bilan boshlanmadi. Bu yerda qora tovuqim o'tirgani yaxshi kurk chiqmadi. O'z tagida ham kam tuxum qolgandi. Ko'pi palag'da bo'lib qoldi. Bugun yorib chiqish kerak edi jo'jalar. Bu ovozi chiqyapti mana. Tuxumlarda ovoz turibdi. Bunisi mana yorishib boshlab chiqqandan keyin ko'p joylarini cho'qib mana boshlarini cho'qib tashlagan. Shunaqa tovuqlar ham uchrab turadi. Artib tozalab lampani tagiga olish kerak. Lampani tagiga oldim tuxumlarni. 5 tasini ichida ovoz chiqyapti, bittasi noma'lum. Agar sizlarda ham shu holat bo'lsa, tovuqingiz turib ketsa yoki shunaqa jo'jasini cho'qisa, jo'jalarni qiynamasdan tezda lampani tagiga olib, lampochkani sal uzoqroq tutasizlar. Juda ham yaqin bo'lib ketmasin. Ora-orada suv sepib turasizlar. Suv sepib turaman. Namlikni yaxshilanib turadi. Tuxum ichidan ovoz chiqyapti. Bu jarayonni videoga olib turaman. Sizlar bilan kuzatamiz. Jo'jalar chiqib, xudo xohlasa, o'ziga kelib 1-2 kunda kelgandan keyin tovuqni tagiga qo'yib ko'raman. Yaxshi qarasa qoldiraman. Bo'lmasam alohida boqishga to'g'ri keladi. Hozir tovuq palag'da bo'lgan tuxumlarning ustida yotib turadi. Bular chiqquncha bu yog'iga kutamiz. Bir alam kesam, ikkita jo'ja chiqibdi. Hozir chiqqan. Hali ho'l. Hali qurishga ulgurishmagan. Qolganlariga ham baribir hozir suv sepib qo'yaman. Namlikni ushlab turish kerak, chunki bu manba lampa havoni tez quritib qo'yadi. Qolganlarini ham kutamiz. Aytganimdek 5 tasi ochib chiqdi, bittasida yo'q. Endi buni onasini tagiga qo'yib ko'ramiz. Agar yaxshi qarasa, jo'jalariga onasi bilan birga qoldiraman. Mana jo'jalar.
menimcha endi cho'qimasa kerak bolalarni qarasa kerak. Yana ozgina poylab turaman. Agar yaxshi qaraydigan bo'lsa jo'ja olib kelib qo'shib qo'yaman. Tug'u joyini o'zgartirdim, tegidim. Tegida 15 ta jo'ja bor hozir. Yaxshi qariydi degan umiddaman. Shunga umid qilamiz endi. Birinchi ochib chiqqan kurk bolalarga cho'miltirishni o'rgatyapti. O'zi aslida kurklar 1-1,5 oyda tuxumga kirib ketishadi. Jo'ja ochgandan keyin birinchi tuxumini qo'ygandan keyin jo'jalardan ajratish tavsiya qilinadi. Lekin bu kurkimiz ancha yuradi menimcha. Jo'jalari bilan nimaga unaqa deyapman? Chunki bu tullash davrida kurk bo'lgandi. Patlari endi yengillanyapti. Tullash davrida tuxum qo'ymaydi to'g'ri. Ko'ramiz qanchada tuxumga kiradi. Video yoqqan bo'lsa like, savolinglar bo'lsa kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.